Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahida va bugun AI 0 dan intensivini 4-kuni va bugun sizlar bilan ChatGPT haqida gaplashamiz. ChatGPT OpenAI'ni razrabotkasi bo'ladi. Sizga osonroq tushuntirish uchun bu nima degani? Misol uchun bizda iPhone bor va iPhone'ni ishlab chiqaruvchilar bu Apple kompaniyasi. Shunday qilib ChatGPT ham OpenAI kompaniyasiga tegishli bo'lgan razrabotka. ChatGPT kecha yoki 1 yil oldin paydo bo'lib qolgani yo'q. ChatGPT 2018-yildan boshlangan ularning faoliyati. ChatGPT juda katta baza danliqda o'qigan, ya'ni ma'lumotlar bazasida. Birinchi videoda bu haqida keyinroq tushuntirib beraman deb aytganman va hozir sizga shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Baza danliq degani ma'lumotlar bazasi degani bu ma'lumotlar bazasi. Kulgili tuyulishi mumkin. Xo'p, ChatGPT o'zi qanday ishlaydi? Shuni tushuntirsam. ChatGPT boshida bu oddiy kitoblarda, oddiy statyalarda o'qishni boshlagan. Ya'ni unga berilgan ma'lumotlar shu bo'lgan. Yanada osonroq qilib tushuntirishim uchun, misol uchun 1-sinfga borganda unga birinchi o'rinda alfavit beriladi, alifbo beriladi. Alifboni sekin-sekin o'rganib, o'qib tugatgandan so'ng unga oson kitoblar, ya'nida bo'g'imlab o'qishni, oson matnlarni, oson so'zlarni o'qishni o'rgatamiz. Keyinchalik u qanchalik yaxshiroq bu ishni qilishni boshlasa, yosh bola unga qiyinroq, murakkabroq bo'lgan kitoblarni berishni boshlaymiz. Xo'p, bu endi ChatGPTda qanday ishlaydi? ChatGPT ham xuddi shunday o'qigan. Unga birinchi oson so'zlar, keyin kichik bir kitoblar, keyin murakkabroq kitoblar, murakkab so'zlar va shunday qilib unga statyalar, maqolalar, gazetalar, katta hajmdagi kitoblarni yuklab borilingan va bularning barchasi ma'lumotlar bazasi deb ataladi. Xo'sh, shunday qilib 2018-yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa-da, 2022-yilgacha u ichki o'qish bo'lgan. Ya'ni dasturchilarni o'zi uni o'qita boshlagan. 2022-yilda bu barchaga ochilingandan so'ng, ya'ni barcha ishlatishni boshlagandan so'ng, uni o'qish darajasi yanada kuchayishni boshlagan. Bu xuddiki yosh bola alifboni bildi, o'rgandi, o'qishni ham o'rganib oldi. Endi u barcha xohlagan kitobini olib o'qisa bo'ladi. ChatGPTda ham xuddi shunday bo'ldi. Odamlar u bilan muloqot qilishni boshladi va uni o'qish darajasini yanada yuqoriroq darajaga ko'tardi. Oldin faqat dasturchilarni o'zi yuklagan ma'lumotlar bo'lsa, hozirgi kunda hattoki siz, men, barchamiz yozib turgan ma'lumotlar uni o'qishiga yordam bermoqda. Ya'ni unga har kuni minglab, millionlab yangi baza, yangi ma'lumotlar yuklanib bormoqda. Shu yerda ma'lumotlar bazasi nimaligini tushunib oldik. Endilikda ChatGPT boshida qanday ishlagan? Boshida ChatGPT faqat Amerika uchun ochiq bo'lgan va faqat ingliz tilida muloqot qila olgan. Chunki dasturchilar u bilan muloqotni ingliz tilida olib borgan va ular yuklagan ma'lumotlar ham ko'pi ingliz tilida bo'lgan. Shu sabab faqat ingliz tilida muloqot qila olgansiz, agar siz ham boshida u bilan muloqot qilgan bo'lsangiz. O'zim ham boshida virtual nomer olganman, Amerikanikini, VPN sotib olganman va shular yordamida u bilan muloqot qilishni boshlaganman. Hozirgi kunda hech qanday VPNsiz, virtual nomerlarsiz u bilan bemalol muloqot qila olasiz. ChatGPT web versiyasi va prilojeniya versiyasi ham bor. Ya'ni telefon uchun ilovani yuklab olib undan foydalansangiz ham bo'ladi yoki-da Google Safari, menga o'xshab mana Safari orqali kirganman. Web versiyasini ishlatsangiz ham bo'ladi. ChatGPTning pulli va bepul versiyasi bor. Bepul versiyasida chegaralangan vaqt bo'ladi va rasmlarda ham chegara bo'ladi. Pullik versiyasida esa rasmlarni siz yuklaganingizda, rasmlarni yaratganingizda, savol-javob qilganingizda sizda limit sal ko'proq bo'ladi. Bunda ham albatta limit bor. Agar juda ko'p yozmasangiz sizga limit yo'q deb tuyulishi mumkin, lekin limiti bor bunda ham. Va shu pullik versiyalari qancha qimmat versiyasi bo'lsa, shuncha limit sizda ko'proq bo'ladi. ChatGPTni ko'rib turganingizdek, hali kirilinmagan versiyasi
Yozsangiz yozib ketadi. Salom. Salom, menga sun'iy intellektni o'rganishda yordam ber. Dasturlash, ya'ni nimalarda yordam berishini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bunda siz registratsiya qilmasdan turib ham ishlatsangiz bo'ladi. Registratsiya qilmay turib ishlashni yomon tomoni, siz bilan bo'lgan suhbatni eslab qolmaydi. Qachonki bu siz bilan bo'lgan suhbatni eslab qolsa, sizni yanada yaxshiroq o'rganib, yanada chuqurroq javob bera oladi. Registrироваться бесплатно, ya'ni ro'yxatdan o'tish. Pochta orqali qilaman. Sizda qaysi pochtangiz bo'lsa, o'shani terishingiz mumkin. Saytga kirdik. Endi mana перейти на Go chiqdi. Bu sizda planlari bepul $5 $5ligini endi qo'shibdi. Yangi turibdi. $20 va $200 Pro versiyasi. Men o'zim plus versiyasini ishlataman. Ko'rganingizdek, biznes ham bor. Mana biznes $25. Ya'ni biznesda biz ishxona uchun sotib olganmiz. Bir necha xodimlar buni ishlata oladi. Buni bitta yomon tomoni bor. Boshqa xodimlar ishlatib turganda bir-birinikini ko'ra oladi, chatlarini. Xo'p, endi bu yerda новый chat, поиск чата, библиотека. Proyekti. Xo'p, keling endi siz bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Keling proyektidan boshlaymiz. Proyektida siz agar bir necha proyekt ustida, loyihani ustida ishlab turgan bo'lsangiz, siz bularni alohida papka qilib yig'ib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, u qanday bo'lishi mumkin? Agar siz content maker bo'lsangiz, ssenariylar deb yozib qo'yishingiz. Sozdать proyekt. Xo'p. Menda bitta proyektim ssenariylar uchun bo'ladi. Yana proyekt yaratishim mumkin, misol shaxsiy fikrlar. O'zi podskaskalar ham beradi. Mana здоровье, путешествие, домашняя работа. Va siz o'zingizga kerak bo'lgan proyektlarni yaratgandan so'ng, bularning ichida ham bittadan chatlar yaratsangiz bo'ladi. Ya'ni shaxsiy fikrlar, o'zimni rivojlanishim. Eslab qoling, birinchi yozganingiz har doim nomi bo'lib qoladi chatni. Ko'rishingiz mumkin, mana o'zimni rivojlanishim bo'lib chat boshlandi. Endi buni ichida, bu proyektni ichida men yana boshqa chat yaratsam bo'ladi. Proyektni ustiga bosib turib, mana papka ochilindi menda, ko'rib turganingizdek. Endi bu yerda men shaxsiy fikrlarimga yozib ber. Har doim birinchi yozgan xabaringizda iloji boricha o'zingizda bu yerda topish qulay bo'lgan so'rovni yozsangiz yaxshiroq bo'ladi. Mana. Men hozir bepul versiyasini ishlatib yozib ko'ryapman. Bu hamma uchun bepul. Chunki hali sotib olinmagan. Mana sizda bu yerda agar sotib olish chiqib turgan bo'lsa, demak siz bepul versiyasidasiz. Sizdan to'liqroq ma'lumot so'rayapti. Xo'p. Agar siz ko'p bir necha loyihalarda, proyektlarning ustida ishlasangiz, ularni brendlarning nomini yozib, papka qilib saqlab qo'ysangiz bo'ladi.
Agar siz yangi chat yaratmoqchi bo'lsangiz, bu yerda menga til o'rganishda yordam ber. İngliz tilini siz bu bilan ishlab turganingizda mana sizga 14 kunlik o'rganish rejasi barchasini Zortanlov, Kelling İngiliz tilini bozkih organişrejesi ve en keraklı materyallerini beraman. Bir bozkiş, asosi boşlaş, beginner. En keraklı 25'te söz, imen yusensiz, hi u. It. We, biz, they ular. Yes ha yok. Please iltimos, thanks rahmat, hello, salom. Good, yakshi, bedyomon, big. ko'rib turganingizda o'qish ham mumkin. Siz ham unga ovozli xabar jo'natishingiz mumkin. Ham mumkin. Menga ingliz tilida suhbatlashish uchun yordam bergan. Ko'rib turganingizda zo'r emas. Borib ko'ramiz. Srazo boshqa tilga o'tib ketdi. Siz qaysi tilda yozgan bo'lsangiz, shu tilda yozadi. Agar bunda qancha ko'p gaplashsangiz, ya'ni qancha siz bunga o'zbek tilida yozsangiz, u ham sizga bora-bora o'zbek tilida javob berishga o'rganadi, hattoki siz boshqa tilda yozsangiz ham. Xo'p, bu голосовой режим. Всем привет, рад встрече. Привет. У меня очень хорошее предчувствие по поводу командной работы. Привет. Приятно. Привет. Рад познакомиться. Я Salom. Men bilan muloqot qila olasanmi? Can we have a conversation together? Yes. Can you help me to speak in English? Of course, I'd be happy to help you practice and improve your English. Just let me know what you'd like to focus on and we'll get started. Okay, can you speak in Uzbek language? Albatta, men o'zbek tilida ham gaplasha olaman. Agar xohlasangiz, o'zbekcha yoki inglizcha so'rashingiz mumkin. Men har doim yordam beraman. Agar men o'zbek tilida gapirsam, meni tushuna olasanmi? Ha, albatta. O'zbek tilida gapirsangiz, men ham tushunaman va javob beraman. Shunday qilib, bemalol davom etishimiz mumkin. O'zi bir nimalar yozib qo'yishi mumkin. Har xil tillarda bu расшифровкасы sizga qaysi bir yozishmi, gapirishmi qaysi biri qulay bo'lsa, shuni ishlatishingiz mumkin. Lekin eng to'g'risi bu yozish, chunki ChatGPT birinchi o'rinda yozishga mo'ljallangan. Shu sabab tekstlarni to'g'ri va yaxshiroq qabul qiladi, chunki bu ma'lumotlar bazasi tekstlarda o'qigan ko'proq. Xo'p, shuna qilib bugun mana ChatGPTni siz bilan ko'rib chiqdik. Bunda rasm yaratib ko'ramiz endi. Mana albatta ko'rishingiz mumkin. Bu bepul versiyasida siz kutishingizga to'g'ri keladi, ожиданиялari bor. Va bu yerda bibliotekani ko'rsatib o'tmadim. Bu bibliotekada siz barcha generatsiya qilgan rasmlaringizni topishingiz mumkin. ChatGPTdan so'ng mana sizga Gemini'ni ham ko'rsatmoqchiman. Bu Google versiyasi. OpenAI'niki ChatGPT bo'lsa, Google'niki Gemini bo'lgan. Bu ham albatta yoza oladi, gaplasha oladi. Barcha unda bor instrumentlar ham bunda bor.
Bunda qo'shimcha mana nani banani qo'shilingan, bio qo'shilingan. Shunday qilib, buni возможностьlari hozirda sal ko'paygan desak ham bo'ladi, chunki rasm yaratishda, generatsiya qilishda sal farqlari bor. Hozir ikkalasini farqini ko'rsatib beraman. Mana bizning rasmimiz tayyor bo'ldi. Endi bu bepul versiyasi edi. Mayli, buni pullik versiyasi. Mana olgan javobimiz. Xo'p, ushbu yoz изображенияda turibdi. Albatta bu yerda deep searching bu poiskovik, ya'ni Google orqali Google'ga poiska yozganingizda o'zi oqtarib sizga ma'lumotni beradi. Bu video yaratish, bu rasm ko'rinishida qilib berdi. Va bundan javob. Xo'p, bu joylarini siz bilan sinadik. Endi ChatGPTda yana bilishingiz kerak bo'lgan joylari добавить foto, ya'ni rasm yuklashingiz mumkin. Yaxshiroq ushbu rasmda nimalarni ko'rib turganingiz batafsil yozib ber va u kimlar uchun kerakligini ham. Bepul versiyasi sal uzoqroq javob beradi. Javob bera olmadim. Pullik versiyasida buni yana bir marta sinab ko'ramiz. Xo'p, создать изображение buni qilib ko'rdik. Stilizatsiya berishingiz mumkin. Buni batafsil rasmlarni razbor qilganda ko'rib chiqamiz. Глубокое исследование, ya'ni siz bunga bergan til T9 nimadan boshlash kerak? 27 yoshda. Chuqurroq analiz. Keyingi sun'iy bu Perplexity AI. Buni shuni o'zi. Men o'zim buni ham sotib olganman. Pro versiyasini ishlataman. Bu ko'proq internetdan poisk qilib ishlaydi. Ya'ni Google'ning o'rniga hozir ko'pchilik shuni ishlatishmoqda. Misol uchun Google'ga poiskovikka biror bir ma'lumotni yozmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganish uchun kitob kerak. Bilmadim nimaga, lekin comic book, English ularni chiqarib berdi. Silkalar. Ingliz tili uchun mana top 3 ta kitob.
Asahi mana uzundan. Xo'sh. Hali ham davom etmoqda. Mana ko'rib turganingizdek javob tayyor bo'ldi. Javob o'ng tomonda chekkada qarasangiz to'liqroq bo'ladi. Uni yopib qo'yib, kattaroq qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Qarasangiz 8 minutdan oshiqroq vaqt davom etgan va bu yerda havolalarni ham berib qo'ygan. Har bitta izlagan joydagi statiyalarga, maqolalarga tayanib bu sizga analiz qilib beradi. Agar biror bir narsani chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga uni manbalari kerak bo'lsa, shuni ishlatsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bugungi darsda sizlar bilan ChatGPTni to'liq o'rganib chiqdik. Uni interfeysini ko'rib chiqdik va Gemini bilan Perplexity AI'ni ham siz bilan ko'rib chiqdik. Barchasini test qilib ko'rishingizni va sizga qaysi biri mos kelishini, sizni zadachalaringizni, ishlaringizga qaysi bir sun'iy intellekt mos tushishini o'zingiz aniqlab olib, o'shani pullik versiyasini sotib olib ishlatishingizni tavsiya qilaman.